Dünya Uyghur Qurultayı Türkiye'nin İstanbul şəhərdəki Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği ve Germaniyanın Köln şəhərdəki Hasana namlı hökumətsiz təşkilatlarının sahibxanlığında uyuşturulğan Xalqara Uyghur Munbiri yığını 9 noyabr günü Avropa İttifaqının mərkəzi bolğan Belgiya paytaxtı Brüsseldəki Avropa parlamentida başlandı. Munber bir yürüş söhbət yığını ve müzakirə basqıçları arqalıq Uyghur qırğınçılığı qarşı organlar ara maslashni texammo önümlük işqa aşırış toğrusida müzakirəlishni maqsad qiladi. Yığınğa parlament a'zolari, diplomatlar, faoliyatchilar ve mutaxassislar bilan birga Xitoyning yig'ilish lagerlaridan aman qag'uvchilar qatnashib, lagerlardagi vahshiyliklar haqida guvohlik berdi. Amerikada chiqadigan Tehil gazeti to'ri 8 noyabr kuni maqola e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'z beti atashga chaqirgan. Bu maqolada ko'rsatilishicha, irqiy qirg'inchilik qayta yuz bermasin degan va'daning amalga oshishi uchun Xitoy hukumatı yillardan buyon davomlashtirib kelayotgan bu jinoyatning nomini to'g'ri qo'yish va uning vaqtida jazo berish zarur ekan. Xitoyning chet ellarda qonunsiz ta'sis qilgan atalmış chet el saqchi mulozimat markazlari yoki chet el saqchi punktlari to'g'risida doklad e'lon qilingandan keyin bir qancha davlat harakatga o'tgan. Qo'g'dug'uvchi muhofazachilar tashkiloti 7 noyabr yozma bayonot e'lon qilib, Avstriya, Chex, Germaniya, Irlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Shvetsiya, Gollandiya ve Angliya qatarlıq 14 davlat hökumətinin allaqachon Xitoyning chet elda qonunsiz qurib chiqqan chet el saqchi punktlarini tekshirishga boshlaganligini Kanada, Chili, Nigeriya ve Amerika qatarlıq davlatlarning tekshirayotganligini bildirgan. Yaponiya ve Amerika armiyasi Yaponiyaning Iroq orollarini qo'g'dash va ballistik boshqariladigan bombaga qarshi turishni maqsad qilgan o'tkir qilish manevrini boshladi. Shimoliy Koreyaning boshqariladigan bomba siniqi va Xitoyning Hind Tinch okeanidagi ta'sirining kun sayin kuchayishiga qarata Yaponiya bexatarlik ittifoqdoshi bo'lgan Amerika bilan bo'lgan hamkorlikni oshirishni maqsad qiladi. Egilinishcha, manevrga Yaponiya quruqliq dengiz armiyasi ve havo mudofaa qismidan taxminan 26.000 askar, Amerika armiyasidan 10.000 askar qatnashadi. Manevrga Yaponiyadan 20 paraxod ve 250 aeroplan, Amerikadan 10 paraxod ve 120 aeroplan qatnashadigan bo'lib, Kanada, Angliya ve Avstraliya manevrga qismlarni evatidi ekan. Xitoy Bosh ministri Li Keqiangning Kamboja ziyarati jarayonida nurg'un sohadagi hamkorlik turlari yo'lga qo'yilgan. Xabar qilinishicha, poytaxt Phnom Penhga 6 kunlik ziyoratga kelgan Bosh ministr Li Kambojalik mansabdoshi Xunjin bilan yo'l va ko'rik yasashdan dehqonchilik mahsulotlari savdosi, muarif, sahiya va madaniyat turlarigacha bo'lgan o'xshamagan sohalarni o'z ichiga olgan 18 hamkorlik kelishimi imzolagan. Rossiya armiyasi Ukrainaning Xerson shahridan chekindiganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Xerson 2 oyda boshlangan ishg'oliyatda Rossiya armiyasi egillagan birdan-bir rayon poytaxt ekan. Ukraina doiralari bo'lsa chekinish qaroriga sovuqqonlik bilan muomala qilmoqda.